Qalaysizlar valla, biz bugun 10 minut ichida almas topa olamizmi yo'qmi? Shuni bilamiz hozir. Unda o'yin ketdi. Biz hozir qanaqadir joyda paydo bo'ldik. O, portal ham chiqdi-ku. Birinchi portalga borib kelaylik-chi. Nimalar bor ekan portal? Qani lava bor ekan, ko'p ekan portal ochamiz. Shuncha narsa. Portaldagi narsalarni oldik. Endi biz qiladigan ishimiz serialni ko'ramiz. Nimalar bor ekan. Ham birinchi uylarni ulta chiqamiz. Uyda nimalar borligini ko'ramiz ham olamiz. Birinchi uy. O'tda hech narsa yo'q. Deva, endi bu yerga kelamiz. Bu yerda nima bor ekan? O'simlik, ovqat, kartoshka, o'limchalik qiziq narsalar yo'q ekan bu yerda. Biz bugun betni go'lim sazat qilib ko'ramiz. U qanaqa ishlar ekan? Agar qila olsak. Chunki bizning vaqtimiz yetmay qolishi mumkin. Chunki bizning videomiz 10 minut davom etadi. Botlardan Jeleza topdim, lekin uni biz hali narsam yo'q. Ko'rishingiz mumkin, o'tda men o'sha bitta video short soldim. Bu short hozir YouTube kanalimda bor, ko'rsanglar bo'ladi. Lekin men hali jarayoning hech narsasiga tegmadim. Hech narsa yo'q. Go'limni topishimiz kerak edi, biz hozir o'ldirishimiz kerak. U qayerda bo'lishi mumkin ekan? Bilmaysizlar nima bor? Hozir eng balandida men go'limni topolmayapman deb o'yladim. Nima ishdan video bitta oldim. Ay. Konuştu. Ana golüm. Hadi ona geçelim. Tepeye çıkacağımız diye golüm olduramaz. Bu bize çıkacak işimiz. Blokla yapacağım. Çift yemelik gücü. Vallahi sen video attı değil ki doğrusu. Ama alış bilmiyorum ben şu an.
O jilezi düştü. Endi bize qanaqa yasashimiz kerak edi? Kirka yasab, almos topishga tushishimiz kerak. Hop, achivkalar keldi. Ana bitta bersak edik. Ertalab bo'lishidan keyin tushamiz hozir. Birinchi uxlash kerak. Uxlab olamiz. Ertalab yana davom etamiz. Birinchi versak qo'yish kerak. Hemen o'zi daraxt olib kelishimiz kerak. Daraxt menimcha mana shu qayerdadir qo'ydim. Bor edi mana shu qayerdadir. Menimcha yuvib ketganmiz. Mana bu daraxtlarimiz qachon. Daraxt biz ish bilan mashg'ulmiz. Hop. Endi palka qilamiz. Kirka qilamiz. Bitta bundan qilamiz. Ketdik endi pastga shaxtlaydi. Qo'rqish yo'q chunki men hech marta Minecraftda o'tganman. Hozir ko'rasizlar. Yana yo'q shaxta bor ekan. Mana bitta fakkel olamiz. Malik saptım. O железо yaxshi. O'ta hech narsa yo'q. Fakkel olamiz masalan. Shaxta topishimiz kerak biza. Katta bo'lishi kerak. Chunki biza vaqtimiz ozgina qoldi. Undan keyin challenge'imiz kuydi. Agar yana videolarimiz videolar qo'yishimizni bir ikkinchisiroq xohlasanglar, mana shu video tagiga 100 like bo'lsa qilamiz. Yana bitta. Ikkinchisi bo'ladi mana shuni. To'xtagan joyimdan boshlab yana qidiramiz. Agar almos topsak, qo'ydik. Almos qarasa. Shaxta. O'rtoqlar shaxtalarda boshqa ishlar bo'lib ketdi. Mol tupa pastga kapasiz qilib topsak kerak. Ana yana fakkel oldik yana pastga. Bilaman Minecraft hozir pravilasini narushit qildim, lekin o'sha bizdan ish qiladigan ishimiz yo'q. Yomon shaxtaga tushdim. Bitta ozgina vaqtimiz qoldi. Lekin biz bo'yicha uni pastga tushishimiz kerak. O'tga qanaqa tushamiz? Конечно, pastimizni buzibdi. Yangi blogerman. Shunga поддержка qilib qo'yinglar подписка bilan. Xursand bo'lardim. O'sha bizga железо kerak emas. Bizga faqat almos kerak. Almosga qanaqa qilib tushsa bo'lar ekan? Almosga tusha olaylik-da. O'ylaymiz endi.
Ay, o'ldim. Bolalar, mana shu bilan videomiz tugaydi. Agar video yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosing. Agar ikkinchi частini xohlasangiz, 100 ta like bo'lsa ikkinchi часть bo'ladi. Biz yana shaxtaga tushib albatta urinib ko'ramiz. Bo'pti, xayr.